Okela 14 million 450 mingga ham o'yin ham ish uchun yig'ilgan bu setapni siz xarid qilgan bo'larmidingiz? Samarqandlik mijozimizning talablariga binoan ham o'yinga ham ishga birdek xizmat qiladigan o'rtacha kompyuter sborka bo'lsin deganlariga biz shu parametrdagi kompyuter sborkani yig'ib berdik. Ya'ni kez sborkamizda Ryzen 5 7500F protsessor, 16 GB operativ xotira, 512 GB SSD NVMe va RTX 3060 12 GB video karta qo'yganmiz. Monitorga keladigan bo'lsa, MSI brendidan IPS 300 Hz bo'lgan 25 dyumli monitor. Bu monitorni komfortli maza qilib ishlatish uchun unga yaxshi kronshtayn, Logitech brendidan G-Breeze 2 8000 dpi bo'lgan mishka, klaviaturasi Rabo brendidan provodnoy mexanический yaxshi klaviatura va gamerskiy yaxshi naushnik. O'yinda maza qilib tovushlarni yaxshi yetkazib beradigan naushnik bo'lgan va albatta 40 ga 90 razmerda ko'rik ham qo'shib berdik. Shularning hammasi bor yo'g'i 14 million 450 ming so'mga Samarqandlik mijozimizga tushdi. Agar sizda 14 million 450 ming pul bo'lganda ham o'yin uchun ham ish uchun moslab yig'ilgan bu kompyuter setapni siz xarid qilgan bo'larmidingiz?